onangni palon qilaysani deydigan jo'ralar hozir juda ko'payib ketgan. To'g'ri, jo'ralarning orasida hazillashish, bir-birini so'kish, ahmoq mazax qilish bo'ladi. Lekin onasidan so'kasizlarmi? Miya aylanishlar, dalboyiblar. Onasidan ham so'kasizlarmi? Kecha streamda o'tiraman, bittasi hammasini onasidan so'kib o'tiribdi. Streamdagi bolalar jim o'tiribdi. Dalboyib o'sani onangdan so'kyapti. Jo'raymi? Boshqasini qo'y bilan og'zini bitta ur. Onang o'sani. O'zingni dadangga tinglayapsan. Dalboyib jo'rang bo'ladi. Jo'ra onadan so'kib hazil qilmaydi. Hazil hech qachon onadan so'kilmaydi. O'zini so'k hazil qil, dalboyib deb boshqa narsa de. Mana shunaqalar hozir juda ko'payib ketgan bilasizlarmi? Ayniqsa virtualdan o'zini qahramon yasab olib onadan so'kadiganlar bor. Hammani otda ochko yurgandek, zo'r bo'lgandek virtual giroylari. Bilat oldiga borsang yoki ko'rishib qolsang qo'lidan bir po'q kelmaydigan odamlar bo'ladi. Chunki mana yerda haqiqiy erkakman degan odam, haqiqiy erkak onadan hech qachon so'kmaydi. U mana yerda urib tiqib qo'ysa ham onadan so'kmaydi. Chunki unda chest degan narsa bo'ladi. Ba'zi birlarning qulog'iga bu narsa o'rganishib qolgan. Onasidan so'ksa ham po'q yuraveradi. Bitta mana shu narsani tasavvur qilib ko'ringlar. Onanglarni so'kayotgan bola onanglar bilan bir kecha yotib shu ishni qilishini bitta tasavvur qilib ko'ringlar. Dalbayoblar. Kim bo'ladi? Farqi yo'q. Kichkinami kattami og'zini olib bitta ur, qaytib so'kmaydigan bo'lsa yoki yashatma bu hayotda. Mana o'rtoqlarim ham hazil qiladi, ko'p deb hazil qiladi, dalboyob deb hazil qiladi. Lubboy o'rtoqlarda bo'ladi narsa. Onadan so'ktirma. Hech qaysi lekin onadan so'kmaydi, miyasi ishlagan odam. Bitta kimdir onasidan so'kdi, u odam qarab ham turmaydi. Mujiklar biladi.